21.07'de Bekpolat Muhammed Ali 21-iyul günü bizlere bütün tenedeki, ayniqsa yüz sohası, peshona sohasındaki taşmalar bilan keladi. Diagnozi atopik dermatit, aralash genezli diagnozi qo'yilgan. Balani yüz ayaklarında, peshona sohalarındaki chilla desak to'g'ri keladi. Şu dum yomon ko'rinishlardan nasında resimlerden koyamız. Hozir 10 gün lichina etildi. Baladaki muammolarni aniqladik. 10 gün lichina qildik. Xudo xolasa hozirdim zo'r. Men o'zim ham kutmadim. Xo'shira bu bala olib ketadi deb o'ylamadim. Zo'r ko'rinishda kelib turibdi hozir, ko'zlaymasin. Nechik bezotalıkları bor edi? Bir yere kelishlaringizdan oldin. Bezotalıkları kechasi bilan uxlamasaydi, to'xtamay injiqliklari ko'paydi. İşte taşmalar kaçan paydo bo'ldi yuzini, chilla? 20 kunlik chilladan keyin poni tana badandan yuzlanadi. 20 günlükten keyin. 20 günlük kunlik 8 chilladan. aylık bu. 8 oy qaraldi. Shunda 8 oydan beri şu muammo bilan yurgansiz. Lichina etiladi. Lichina etildi, mozla surtdim, ko'rsog'im bilan yuvdim, har xil nelarni tavsiya etdilar. Sinab ko'rdim. O'zgarish tushunib bermadimi? Yo'q, uning o'zgarishi. Bir 2 kun o'zgarish berib, keyin yana yaxshi shunga holatga kelib ketadi. takrorlanib. Ichakini tozalashga qaratilgan lichinani etdik. O'zgarishlarni xudo xolasa ko'rib turibmiz. Yomon emas. Ma'qulmi? Yaxshimi? Hammamiz bergan lichinalardan keyin yaxshi, hammasi Xudoga shukr. O'zgarishchi Alloh. Deyda tutdim. Nima deganingizni yemadim. Hozir sal buzodan bo'lsak, shu avvalgi holatini yana qaytib turibdi.